yo'ligimizning tepasi chiqib keldik. Xudo xolasa chap qo'limizda bu yoqdagi yotoqxonamiz uchun mo'ljallangan katta garderobli shkaf. Patalolarimiz oddiy qilingan, magnitli relslarni butun tashaganman. 3 metrga to'g'irlab, xudo xolasa bu yerda kolonkalarni joyini teshib bergan, kolonkalarni o'rnatib qo'yishibdi. Konditsionerlarimiz, mana bu ko'pilyator havolarni tozalab turish uchun alohida bir yaxshi yechim bo'lgan, xudo xolasa. Okalar, minimalizm qilingan imkon qadar, xudo xolasa. Bu yerda ham o'ziga mos hammom bor. O'zini hammom bor. Buni ham chetidan 5 sm qochirib, podsvetka qilib berganman. Tinovoy degan narsalar yo'q, 5 sm qochirib podsvetka qilingan. Prosta ozgina malalarimizga qiyinchilik bo'lishi mumkin, ish chiroyli chiqadi. Va yotoqxonamiz, xudo xolasa, mebel jarayonlari o'sha boshda aytganimdek yig'ilish jarayoni ketyapti, xudo xolasa. Tegalarning ustida